umumiy hisobda $100 plus $100 ga teng bo'lib $200 anaqada umumiy holatda $200 da olasiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam $100 o'zidan mana bunaqa narsada birinchidan juda ko'p brokerlarda $100 ga masalan mana bunaqa narsada $100 ga siz 0.50 lot ocha olmaysiz. 0.50 lot ocha olmaysiz. 0.5 lot size. Juda ko'p brokerlarda eng maksimum masalan birga 1000 kreditni plecho bilan ishlagan taqdiringizda ham $100 ga 0.25 lot size ocha olasiz. 0.20-0.25 lot size. Demak, agar siz mana bunaqa qilib ishlayotgan bo'lsangiz, sizda umumiy hisobda 40 pips stop loss bor. Ya'ni depozit slivgacha. Slivga. Shu narsalarni yaxshilab o'ylab ko'rsanglar, mana bu narsani qilish mumkinligini, lekin juda ham o'sha ko'p harakat qilishlik yoki juda ham aniq entry qilishlikka to'g'ri kelishini tushunib yetasizlar. Davom etamiz. 5-entry $3200. Bu yog'iga tez o'sib ketadi. 6-entry $6400. Hop. 7-entry $12800. 8-entry $25600. 9-entry уже $51200. 10-entryga kelib sizda $102,400 bo'ladi. Ya'ni siz buni matematikani 10 ta entry bilan